Voy bu, buncha kattaki, buni ichiga mendaqa ikkita odam so'rashi bemalol. Qadrli opajonlarimiz uchun juda ham ajoyib bir taklif. Gilam, parda yuvish, yo bo'lmasa yumshoq mebellarni yuvishga o'ylanib turibsizlarmi? Men sizlarga buni yechimini topdim. Sizlarga men ideal gilam yuvish xizmatlarini taklif beraman. Bu yerda hop, gilam yuvish xizmati, parda ko'rpacha, adyal ko'rpa, yumshoq mebellar, hattoki uyingizni burchaklarni yuvish xizmatlari ham mavjud. Bizda 3 xil etapda yuviladi. Qanday deysizmi? Birinchisida kirini olish, yumshatish, ikkinchisida dog'larni va oqartirish, uchinchisi bakteriyalarga qarshi ximiyada yuviladi. Bag'ishimizda ajoyib bir yangilik. Kir yuvadigan ajoyib katta mashina kelganmiz. Bu mashinamizda afzallik tomonlari sizning adyalingiz, parko'rpangiz, yo bo'lmasam pardalaringizni nihoyatda sifatli va pokiza holatda yuvib beradi. Yerda parko'rpa, adyallar yuvish davri tugadi. Biz sizlarga mana bunday yangilik baliqchilarimizda bitta desak ham bo'ladi. Katta bu kirboshlarni tavsiya qilamiz. Mana shunday dedigan bu yerda manzilni tushuntiradigan bo'lsam, baliqchi eski metan zapravkani ro'parasi va hamda Petrolexis benzin zapravka Samoykaning yonida joylashgan. Aytgancha, uy janob ketib yetkazib berish xizmatlarimiz mutlaqo bepul.